O'zbekistonda juda ham katta yangilik hamda do'stlar shov-shuv boshlandi. Ya'ni Hyundai Adem Aster do'stlar Buxoroda joylashgan filialimizda do'stlar endi avtomashinalar o'zini pulini bo'lib to'lashga rassrochka foizlarsiz, ustama haqqilarsiz ochildi. Manzillar qayerda aliyuz? Biz manzillarga borib mashinalarni haydab ko'rib, rostdan ham o'zini pulini bo'lib to'lash rassrochkasi bo'lsa, borib olamiz deganlarga hozir Nusrat akam o'zi yaxshi tushuntiradi. Assalomu alaykum. Nusrat aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Aka, xudo xolasa bu yolg'on ma'lumot emas, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni rassrochka rasman ochildi. Ochildi. Qachondan ochildi bu aka? Rassrochkamiz o'yini tak 20-hissasidan ochildi. Mana shu oyni. Oktyabr oyi ochildi. Sentyabr oyida ochildi. Ya'ni o'tgan oyda. Xuddi shunday. O'tgan oyning 20-hissasida ochildi. Barcha avtomashinamizga, xo'p, politsiyat mashinasidan tashqari barcha avtomashinamizga hammasiga rassrochka ochildi. Почти barchasiga ochildimi? Men o'ylabman faqat bitta modelgamikan, Hyundai Elantra'gamikan deb o'ylagandim. Yo'q, hozirgi vaqtda Hyundai Elantra, Sonata, Santa Fe va Tucson avtomashinamizga rassrochkalarimiz ochildi. Mashalloh do'stlar, mana sizlarga o'zini pulini bo'lib to'lash va nihoyat ochildi. Bank aralashmaydimi bunda? Yo'q, bank foizlarsiz, penasiz o'zini pulini bo'lib to'lash ma'lum bir muddatga, ma'lum bir boshlanish to'lov bilan. Gap yo'q do'stlar. Endi Nusrat aka, bu Hyundai Adem Aster'da Buxorodagi manzilimiz ayting, qayerdamiz hozir biz aka? Manzilimiz xalq tili bilan aytganda Stora avtomashina bozorining ro'parasidagi Hyundai avtosalon joylashgan. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Mustaqillik ko'chasi 55/1A ko'chasiga joylashgan avtosalonimiz. O'zi Buxoroda bitta mashina bozori bor aka. Xuddi shunday. Mana shu Sitora mashina bozori. Xuddi shunday. Shundoqqina mana shu to'g'risi joylashgan aka salonimiz. Xuddi shunday. Do'stlar, pastga manzillarni ham to'liq qilib yozib qo'yaman. Qani endi hurmatli obunachilar, biz ichkariga kirib sizlarga ma'lumotlarni to'liq beramiz. Sizlar laykni qizg'anmasdan bosib qo'yinglar. Tucson qayerga ketyapti endi aka? Bu mashinamiz bitta bo'lyapti. Keling, sotildi. Xuddi shunday. Ketdi, bitta ko'ramiz aka. Keling bu tarafdan. Hurmatli obunachilar, avtomashinamiz sotilibdi, chiqib ketyapti o'zi. Hop. Qani endi aka u mashinaning egalari? Mashinaning egalari hozir kelyaptilar. Nasib bo'lsa, biz chiroyli qilib VDC qilib mashinamizni topshiramiz. O'zimiz mijozlarga mashinani keling, bir boshdan ko'rsatib tushuntirib beraman, narxlar bilan tanishtirib. Avtomashinamiz chiqib ketdi, sotildi o'zi. Yurtdoshlarimiz menimcha aka o'zini pulni bo'lib to'lashni eshitgandan keyin hammasi yopirilib kelyapti menimcha. Xuddi shunday. Hozirgi vaqtda ko'rgan bo'lsangiz, to'shda bir o'zimizni mashinamizdan soni cheklangan, nimaki bular primoy поставка Koreyadan bo'ladi. Primoy Koreyadan. Xuddi shunday. Birinchi qo'l sizlar ekanda unda. Gap yo'q, Hyundai Adem Aster do'stlar, birinchi qo'l. Mana. Xo'p, boshladik. Tak, oldimizda turgan, qarshimizda turgan hamma biladigan mashinamiz Hyundai Elantra mashinamiz. Bu 3-pozitsiyasi. 1.6 lik motor, atmosfera, shahar ichida rasxodi 6 dan 8 gacha trassada beshlaydi. Gap yo'q. Eng fuli bu 3-pozitsiyasi. 3-pozitsiyasi. Elantra mashinamizda ko'payish bo'ldi. Yana ikkita pozitsiya qo'shildi. Bu ikkinchi pozitsiyasi bilan birinchi pozitsiyasi. Hozir ularni ketma-ket birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Gap yo'q. Xo'p, shundan boshlaymiz bunda aka. Lekin rasxodini eshitib o'zim ham hayron qolyapman do'stlar. 6 litrdan 8 litrgacha deyapsizmi aka? Xuddi shunday. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana. Xo'p, qani salonlari endi nimalarga qodir endi aka? Qanaqa aqlli mashina bu? Tak, 3-pozitsiya mashinamizga dop funksiyalardan 3ta pozitsiyasidan lyuki bo'ladi. 3-pozitsiyada oldin va orqa abagrev sideniyada bo'ladi. Klimat kontrollari, elektroruchnik, avto hold, parktorklari bor oldin orqa. 3ta pozitsiyasidan ABS'lik bo'ladi, yuz kontrollar bilan bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. 3-pozitsiya mashinamizda yana dop funksiyalardan ikkita pozitsiyadan ko'ra orqasida alohida deflektori va bistro zaryadkalari bor. Bunisi aka? Xuddi shunday. Gap yo'q. Lekin Hyundai avtomashinalari juda keng deyishardi, ishonmasdim. Do'stlar, haqiqatan sedanni o'zi ham orqasi necha bu aka eniga mashina? 1.90. 1.90, почти 2 metr ekanda. Xuddi shunday. Orqaga o'tirgan. O'tiring bitta aka, o'zingiz mana o'zingiz to'lishgan bolasi o'zimga o'xshagan. Akalar, mana qaranglar, mana qaranglar. Orqasiga o'tirgan paytingiz ham даже distansiya nimasi o'raligi ham ancha kattaroq, komfortroq mashina. Keyin orqasida yana alohida. Bari ham bor. Pastda kaniklari bo'ladi bu mashinamizda. Alohida orqa o'rindiqlarga abagrev sideniyasi bor. Mana do'stlar. Ikkinchi qatorida. Agar isitishni bitta bosadi, yonadi. Bu o'sha oynak uchun. Xuddi shunday. Haqiqatan do'stlar, keng mashina ekan. Keyin endi buni aytib o'tyapsiz-ki, atmosferniy motor. Demak, metan uстановка qilsak bo'ladimi aka bunga? Bu mashinamizda metan propan bemalol yoqilg'i tanlamaydi, benzin tanlamaydi. Endi hozirgi vaqtda kelganda saksoni zo'ri o'zimizda yo'q. Xohlasalar propan o'rnatsangizlar, aktan propandan. Bemalol
mashina haydab yuradilar. Gap yo'q. Keyin propanlari ham o'zimizda bor, o'zimizdan o'rnatib beramiz. Hop. Propanda alohida garantiya beramiz, mashinaning o'zida alohida garantiya bilan beramiz. Necha yildan garantiyasi? Propanda 1 yil garantiya, mashinaning o'zida 3 yillik 150 ming probegda garantiya beramiz. 3 yil garantiyasi bor. Xuddi shunday. Gap yo'q. Endi savolda sizga aka, unsurdagi orqasini ochsak bo'ladimi meni? Bemalol. Endi savol aka, bunga metan qo'yib ham yuradiganlar bormi o'zimizda? Bor. Servisdan qo'yib ketishadimi? Xuddi shunday. Servisimiz o'zimizda joylashgan. Aha. Barcha dop funksiyalari, hamma narsalari o'zimizda bor. Gap yo'q. Nashrot zapchatlari muammosi bo'lmaydi. Mana shu salonimizni ish vaqti, servisning ish vaqti qanaqa aka? Har kunimi? Ish tartibimiz soat 8:30 dan 8 kechasigacha, dam olish kunlarisiz. Dam olmaysizlar? Yo'q, dam olishsiz. Gap yo'q. Xalq uchun faqat xizmat ko'rsatamiz. Do'stlar, bez va hadnoy bosishyapti akalar xalq uchun endi bu yoqqa aka. Xuddi shunday. Gap yo'q. Bagaj hajmi 474 litr bo'lib, 3-chi pozitsiyasida, polna razmerli litio unitda razmerdagi kompo balonlardan bo'ladi, o'zinikidan. Qolgan pozitsiyalarga har bitta pozitsiyaga o'ziga mos bo'lgan zapaskalar, dakatkalar bilan bo'ladi polностью. Tushunarli. Do'stlar, dizaynerlari ham qanday bir neobычный bir boshqacha mashinada do'stlar, Honda Elantra. Gap yo'q. Xo'p, endi aka mashinani tan narxini aytib qo'yamiz, 3-pozitsiyasini, shu qiziq. 3-pozitsiyasi 333 million 700, skidka narxda bo'lib chiqqan hozirgi vaqtda. Hop. Xohlasalar 3-pozitsiyasida rassrochkalar ham bor. И льготный, imtiyozli kreditlarimiz ham bor 3-pozitsiyada. Bizga birinchi mana shu lьготный avtokredit gapiring, nima bir ish haqqi bolalarga bir arzonroq yo'li bormi aka? Tak, 25-30% bilan oylik ish haqqi talab qiladi, 40% dan уже oylik ish haqqisiz. Bemalol mashinani chiqarib bo'ladi, o'zlari nomida. Aytmoqchisiz 25% boshlang'ich to'lov bilan agar rasmiy daromadi bo'lsa, ish haqqisi bo'lsa, olib ketsa bo'ladi ya, bitta pasportga. Birinchi pozitsiyasiga ham bormi yo'qmi shu narsa? Afsuski, bu 1 bilan 2-pozitsiyalari bizda hali yaqinda qo'shildi. Ularni hali beri yo'lga qo'yganimiz yo'q. Nasib bo'lsa inshaalloh shu ikkita pozitsiyani ham yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. 25% boshlang'ich to'lov so'mda qancha mana shu 3-pozitsiyasi eng fulini? 99 million. 100 million so'mga ham bormasa ekan, bo'lsa. 99 million. Akalar 99 million so'm boshlang'ich to'lov bilan akalar 25% bo'lar ekan. Faqat ish haqqingiz bo'lsa, rasmiy daromad bo'lsa, mana shu mashinani do'stlar, necha soatda minib ketishadi aka? Bank ishlarini qilgan paytimiz 2 soatda mashinani minib ketsalar bo'ladi. 2 soatda. Xuddi shunday. Nimaki, sal bir xil paytlar bo'ladi. Bank bilan sal ishimiz pishmay qoldi. O'shanda biz mijozni ko'p kutib qo'ymaslik niyatda, даже сразу berib tashlaymiz mashinani. Bank bilan kelishgan holatda. Gap yo'q. Endi bunisini ham ikkinchi pozitsiyani ma'lumotini berasiz. Shunda men sizdan so'raydigan narsam rassrochka haqida so'rayman keyin. Bo'ladimi aka? Xo'p, kelishdik. Xo'p, qani ikkinchi pozitsiyasi Elantra. Qarshimizda turgan Elantraning ikkinchi pozitsiyasi. Hop. Tashqari ko'rinishdan 1 bilan 2 ni mutlaqo bir farqi yo'q. Yon tarafdan kelgan paytingiz 3-pozitsiyasida 17 diskalarda bo'lsa, ikkinchi pozitsiyada 16 diskalarda bo'ladi. O'zini zavodskiy diskalarda. Kichkinarayapti. Sal kichkina bo'lyapti. Xo'p, keyin ichkari salonga kelgan bo'lsangiz, tak, ichkari salonlarda keyin 1 bilan 2, 3 mutlaqo biron-bir nimasi yo'q, o'zgarish yo'q. Hammasi materialli salon, kojin rul bilan lyukli bo'ladi polностью. Gap yo'q. Demak, hozir to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, o'lcham bir xil, motor bir xil. O't kuchi qanaqa? O't kuchi 127 o't kuchiga ega. Barcha pozitsiyasi bir xilmi? Bir xil. Barcha pozitsiyasi bir xil. Shu prosta haligi funksiyalarda farqi bor ekan xolos, unda aka? Xuddi shunday, dop funksiyalarida farqi bo'ladi, ichkari salon narsalarda. Mana do'stlar, ko'ringlarchi. Endi salafanlarni olib qo'yishgan, что bizni ko'rishsin, videoga yaxshiroq chiqsin degan maqsadda do'stlar. Yumshoqqina mashina. O'zi ходовой sistemasi qanaqa aka bu mashinalarda, Elantralarda? Tak, ходовой sistemasi orqa va oldin 4 opor diskalar bo'ladi, независим bo'ladi, richakda bo'ladi. Bu mashinalarimiz hammasi yumshoq mashinalar. Demoqchiman, rosa ko'pchilik maqt etdi bularda aka. Mana minib yurgan odamlar rosa yumshoq mashina, keng mashina, kam buziladi deyshadi. Rosa shunaqa joni qattiqmikin deyman-da. Xuddi shunday. Endi bu mashinalarimiz joni ham qattiq, birinchidan ekonomichni, rasxodi kamroq bu mashinalarni. Keyin yo'qlik tanlamaydi. Budjetli variantdan juda ham mos qulay mashina. Injimas ekanda. Xullas aka, do'stlar mana olgan odam 10 yil maza qilib minib tashaverar ekan mashinalarni. Zeriktirmaydi, buzilaveradi, do'stlar charchatmaydi. Tak, dop funksiyalarida keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda ko'rdingiz, 3-pozitsiyasini orqa tarafda knopka bilan ochdim. Bundachi. Hop. Ikkinchi pozitsiyada ichkari salondan ochiladi. Qani? Ichkari salondan ichkaridan ochilinadi.
Mana farqlari уже boshlanyapti. Dok funksiyalarda bu mashinamizda xuddi 3-pozisadek 474 litr bagaj hajmi, zapaskasi полноразмерный litio 12 16 hajmdagi diska ballonlarda bo'ladi. Hop. Birinchi pozitsiyadan ko'ra bularning farqi shunda bo'ladi. Ichkari salonda bagajda bo'ladi fonsi. Ana. Do'stlar, kuzovlari qanaqa endi bularda aka? Bu mashinamiz zavodskoy 30-40% da shumka bilan kiryapti. Zavod. Zavoddan o'zi. Gap yo'q. Endi aka xalqimizda videomiz boshida vahima qildik. Xalqimizda so'ralayotgan savolim hozir mana shu. O'ylayman, ko'rib o'tirayotgan odam shuni kutyapti. Rasroshkasini gapirdik. Necha yilgacha avvalo barcha mashinalarimiz? Hozirgi vaqtda barcha mashinalarimizni necha oyga bir xil qilib qo'ydik. Sanata, Santa Fe, Tucson, tak Elantra mashinamizga 1 yildan 1,5 yilgacha. Boshlanish to'lovi. Yaxshi, yomon emas boshlanishiga do'stlar, sababi oldin bu narsa ham yo'q edi. O'rmaga yaqinda ochildi o'zi. Xuddi shunday aka. Keyin bizada mashinaning o'zini skidka narxida bo'ladimi yoki naqdda oladigan narxida bo'ladimi? Bir xil rasroshka beramiz. Rangiga, ichkari salonga farqi yo'q. Xohlasangiz oqni olsangiz, xohlasangiz qorani olsangiz, hamma mashinamiz yenchukda keladi. Narxida umuman muammosi yo'q. Hozir shunda 18 oyga beryapsizlarmi? 18 oyga. 18 oyga bo'ladi. O'zini pulini bo'lib to'lashga. Gap yo'q. Hozir foiz ham bo'lmaydi ustma haqqi. Keyin to'lash vaqti o'tib, muddat o'tib ketsa, oylik to'lovda peniyasi bormi, yo'qmi? Yo'q, peniyasi bo'lmaydi. Peniyasi ham bo'lmaydi. Xuddi shunday. Javob qildi Nusrat aka shu narsa. Yo'q, bu narsa, bu informatsiya avvalambor bizda bank tarafdan keladi, keyin biz o'sha mijozlarga taqdim qilib beramiz aka. Demak, qo'rqmasdan do'stlar, halol nasiya savdo desak ham bo'lar ekan, sababi do'stlar peniyasi ham yo'q, ustma haqqi ham yo'q. 18 oyga o'zini do'stlar tan narxini bo'lib to'lash aka. Xuddi shunday. Gap yo'q. Necha foiz boshlang'ich to'lovi? Boshlang'ich to'lov 60% bilan 1 yilga, 70% bilan 1,5 yilga o'zini pulini bo'lib to'lash, skidka narxida. Gap yo'q. Do'stlar, aloqa chiqarasizlar. Keyin haligi sug'urta, dokumentlar qolganlar, qo'shimcha summa hammasi ichida bo'ladimi shunday ish qilib? Xuddi shunday. Sug'urtalari ichida bo'ladi, Xuddi shunday. Boshlang'ich to'lov ichida qo'shib aytib beramiz. Demak, bir martaga polni pullarni taxlab kelsinlar, shu oxirida muammosi bo'lmasin. Bir xil avtosalonlarga borgan bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov 60 million, 70 million etadi. Keyin borgan paytingiz 60-70 milliondan tashqari yana uyizni sug'urtasi bo'ladi. 15-17 million qo'shilib etadi-da o'sha payt. O'sha yolg'on ma'lumotda do'stlar. O'sha uchun yolg'on ma'lumot bo'lmasligi uchun biz boshlang'ich to'lovga option hammasini qo'shib aytib beramiz. O'shanga qarab orientir qilib kelishlari uchun. Gap yo'q. Xo'p, mana shu Hyundai Elantra'ning birinchi pozitsiyasi necha pul? Birinchi pozitsiyasi bu mashinamiz ko'chada joylashgan 249 million 500. Bu ikkinchi pozitsiyasi qancha? Ikkinchi pozitsiyasi 289 million 800. Gap yo'q. Kapotosini bitta ko'rsatib beraylik obunachilarga. Xo'p. Do'stlar, kapotosini bir ko'rib o'tamiz. Ot kuchi 100 nechta edi aka? 27 ot kuchiga ega. 3ta model ham bir xil. Atmosferniy motor yoqilg'i tanlamaydi. Mana do'stlar. Gap yo'q. ABS bo'lmas, konditsioner hamma yo'llari joy-joyida mashinaning. Eng qizig'i buni aka, orqasi ham diskvitorimiz-a buni. Shunday, 4 ta apon diskvitorimiz bo'ladi, ABSlari bilan. 3 ta pozitsiyasi ham ABS bo'ladi bu mashinamizda. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz endi. Qaysi mashina ko'rsatamiz endi Nusrat aka? Aka, bu yoqda endi Hyundai Elantra avtomashinamiz birinchi pozitsiyasi deyapsiz. Xuddi shunday aka, bu Hyundai Elantra mashinamiz birinchi pozitsiyasi. Bu mashinamiz уже sotilgan. Mijozimiz hozir kelyaptilar. Bu mashinamiz mijozimiz dadalarga sovg'a qilyaptilar. 249 million 500 lik mashina. Birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi. Hop. Qolgan ikkita pozitsiyasidan farqi tashqari ko'rinishda bu mashinamizni. Bu mashinamiz kalpakda bo'ladi. Balonda farqi, birinchi farqi. Hop. Va ichkari salonga kelgan bo'lsangiz, mana. Do'stlar, polni salon ko'rinishlari. Endi bu sotilgan avtomashina. O'sha mijozimizga tayyorlab qo'yganmiz, shunaqangi salafanlarni kiydirib, do'stlar, ya'ni yechilmagan tayyor mashina. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Zavod holatda mana. 25. 2025-yilda ishlab chiqarilgan restyling varianti. Do'stlar, mana yurmagan, bez probeg mashinamiz, shu mashinamiz ham hammaga nasib qilsa, marhamat. Bu ham atmosferik motor bo'ladi aka. Bu mashinamiz ham atmosferik mashina, xuddi qolgan mashinalarga o'xshagan. 6 lik, rasxodi xuddi o'shalarga bir xil. 6 dan 8 tagacha metan propan qo'ysalar bemalol bo'ladi bu mashinamizda. Gap yo'q. Do'stlar, hurmatli obunachilar, mana birinchi pozitsiyalari ham nalichda bor, marhamat, kelib qolinglar, olib qo'yinglar do'stlar. Mana shu yurtdoshlarimizda nima kam joyimiz bor mana, dadajonimga deb
mashinani olibdi, endi o'zini otasiga sovg'a qilmoqchi bo'lyapti. Tayyor holatda aka. Xuddi shunday. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz unda aka. Qani, do'stlar, marhamat bilan birinchi paysasini ko'rsatdik. Elantra, Hyundai do'stlar, Elantra. Qancha bilan minib ketdingiz aka buni boshlanish to'lovini? Boshlanish to'lovlari 86-87 million bilan mashinani xarid qilib olibdilar. Bank orqali savdoga. Bank orqali. Ertalab soat 10 ga kelganlari, soat уже obeddan keyin chiqarib beramiz shu mashinani. Andijonlik yurtdoshimizga. Andijonlik yurtdoshimizga. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, mana Andijondan kelib do'stlar mana shu Hyundai ADM Acer do'stlar, Buxorodagi salonimizdan minib ketishyapti. Mana arzonligini bilishyapti, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Arzon minib ketish osonligini bilib olib ketishyapti. Uni qarshimizda turgan Tucson 3-paysasi. 525 millionlik. Hop. Rasrochga chiqadigan pozitsiyasi bu, high-tech komplektatsiyasi. Bu mashinamiz 2 lik motor, atmosfer motor bo'ladi. Atmosferniy 2 lik motor. Xuddi shunday. Shahar ichida, shahar ichkari siklonda 8 dan 10 tagacha rasxodi, trassada 6 ta yeydi. Ana. 6 dan 7 gacha. Gap yo'q. Bu mashinamizda bundan oldin keladigan avtomashinamizda high-tech komplektatsiyasi, kurgovoy obzorlari yo'q edi. Hozirgi partiyasida kurgovoy obzorlari bilan keladi polностью. Tak, kameralari. Tashqari ko'rinishdan 19 diskalarda kurgovoy obzor, datchik слепой движеньlari bor. Mashinamizda oldin va orqa avtostoplari bilan bo'ladi bu avtomashinamiz. Ichkari salon, kojin napishkalari bilan, hop, elektrousilitsiya rul. Hamma dop funksiyalari bor. Bu mashinamiz полностью elektropaket. Gap yo'q. Endi aka, barcha mashinalarga garantiyasi bir xilmi yoki sal krossoverlarga ko'proq garantiya beramizmi? Yo'q, garantiyamiz как Elantra va boshqa mashinamizda bir xil beramiz. 3 yilga beramiz. 3 yilga yoki 150 ming probegga beramiz. Gap yo'q. Yo'q, mana bunaqangi sidinani yokishsa spalniy hosil bo'lar ekanda bu tomonda aka. Xuddi shuni aka, o'sha narsani sizga aytmoqchi edim. Orqa tarafdan kelib ko'rsataman yana. Keling, orqasidan ketamiz. Kelar Hyundai Tucson 2 li atmosferniy motor. Rasxodi nechta? Shahar ichida 8 dan 10 tagacha. Metan propan qo'shsalar bemalol bo'ladi. Gap yo'q. Tak, bu mashinani spalniy rejimi bor, bemalol. Do'stlari bilan, oilasi bilan biron joy dam olishga borsalar, bu mashinamiz ichkari salonni katta konanimli spalniy rejimda bo'ladi polностью. Bitta matraschani tashlab, bemalol mashina ichida bolalar o'tirib, dam olib, bu yerda xotiningiz bilan siz shashlikcha pashlikcha qilib o'tirsangiz, bemalol bu mashinamiz sizga to'g'ri keladi. To'ppa-to'g'ri. Mana do'stlar. Zapaskasi polnoy razmer litio o'zinikidan 19,5 litrli diskada ballonlarda bo'ladi, Nexon ballonlarda. Aka, buni paysasi nechta endi buni Tucsonni? Hozirgi vaqtda Tucson avtomashinamizda 2 ta edi. Hozirgi vaqtda endi yana 2 ta paysasi qo'shildi. Bu option 4 ta paysasi bo'libdi. Nalishda hozirgi vaqtda 3 ta paysasi bor. Birinchi paysasi bazaviy komplektatsiya bo'ladi. U bazaviy komplektatsiyasi 422 milliondan boshlanadi. Ikkinchi paysasi esa tak Comfort Plus mana shumi ikkinchi paysasi? Yo'q, bu uchinchi paysasi. Uni ham hozir ikkinchi paysasini moykaga berdik, ko'rishga. Sotilgan bu ham. U yana ikkinchisi bor, o'zi keltirsalar, yana uni ham chiroyli qilib video obzor qilib o'tamiz. Gap yo'q. Do'stlar, mana hurmatli obunachilar, bunisi endi 3-paysasi. Bunisini ham narxini aytib qo'ying endi aka. 3-paysamiz 525 million skidka narxida. Chiqqan. Bu mashinamiz skidka narxi deyapsiz endi, bir qanaqadir skidka bo'lyaptimi aka? Naqd pulga olsa bir skidka bo'lib, arzonlashgan holat bo'lyaptimi? Yo'q, barcha avtomashinamizda biz skidka chegirma e'lon qilganmiz. O'sha chegirma bo'yicha biz rasrochga chiqarib beramiz. Necha pul so'mdan chegirma? Tak, bu mashinamiz 548 edi, 525 millionga tushdi, 23 million skidkasi bilan. 23 million so'm foydasiga. Xuddi shunday. Gap yo'q do'stlar. Cho'ntagingizga 23 million so'm foydasiga, ya'ni 23 million so'm arzonlabdi. Bu elantralarimiz qanchadan, necha puldan arzonlandi aka? Bular hozirgi vaqtda уже полностью bir xil fiksir narxda kelyapti. Birinchi paysasi 249 million 500, ikkinchi paysasi 289 million 800. Ha, demak hozir bular o'zining narxida sotilyapti. Xuddi shunday. Tushunarli. Xo'p, hurmatli obunachilar, nima deymiz? Marhamat, mana shu salonimiz manzillarida aytib o'tdik. Pastga ham yozib qo'yaman. Kelgan mijozlarimiz uchun mana shu yerda do'stlar maxsus kuchsiz zali bor. Bu yoqda bo'lsa menejer akalarimiz o'tirishadi, sizlarga kesilib ma'lumotlar berishadi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Bank o'zimizda. Bank o'zimizda, agar biron kun bank ish kuni bo'lmagan kun kelsalar, yotoqxona joylari bilan ta'minlashga harakat qilib beramiz. Mijozlarimizga qulay bo'lsinligi uchun. Ana, gap yo'q. Do'stlar, bilan aloqaga chiqib qolsa, hurmatli obunachilar, Buxorodan maxsus nima deymiz endi do'stlar? Manzillarimiz qaytarib qo'ymaydi deymiz oxirida. Manzilimiz haq tilib aytganda Stora bozori ro'parasida Avtogaradok Hyundai avtosaloni. Lokatsiya bo'yicha keladigan bo'lsalar, Mustaqillik ko'chasi 55 drop
bir A ko'chasiga joylashgan avtosalonimiz. Akam do'stlar aytib o'tdi avtogard, ya'ni kichik mini do'stlar, kichkina avtoshaharcha bu yerda. Hurmatli obunachilar, ADM Acer Hyundai bor, ADM Acer BYD bor, ADM Acer Kia do'stlar Buxaro bor, hurmatli obunachilar, va yaqinda ochilayotgan ADM Acer Havalama ochilyapti aka. Xuddi shunday. Gap yo'q aka, sog' bo'ling. Oilamizda ko'paylik. Charchamang. Ma'lumotlar uchun rahmat. Yurtdoshlar like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Marhamat, barchalar kutib qolamiz. Sog' bo'lasiz.